أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. alloh taoloning iltifoti bilan sura Ol Imronning 176 oyatiga keldik. Bu 176 oyat. Estaizu billah ve la yahzunkellezine yusari'una fil kufr. Bu oyat bilan ilgirki oyatlarning munosabati haqida shuna deyilibdi. Oldingi oyatda shu Uhud g'azosiga aloqador mazmunlar so'zlangan tayini. Uhud g'azosida musulmonlar keyingi qadamda mag'lubiyatga uchragandan keyin ular musulmon mu'minlarga nihoyat ko'p musibatlar yetgan bo'ldi endi. Mushu musibatlarni, mushu ahvollarni munofiqlar fursatni g'animat bilib, musulmonlarga qattiq qo'rq gaplarni qilgan ekan endi. Muhammad alayhissalom qarta qattiq qo'rq gaplarni qilgan ekan. Yani agar Muhammad haqiqiy payg'ambar bo'lgan bo'lsa, bunchalar sahobalar o'lib ketmagan bo'ladi, mag'lubiyatga uchramagan bo'ladi, deb shunda gaplarni qilib, kofirlar tarafga egib, mu'minlarni jihad qilishdan so'yitadigan ashta gap so'zlarni qilgan ekandan. Shuna bo'lgan Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tasalli berish uchun kufrlik qilganlarninki u gap so'zlari seni g'amga tashlamasin deb oyatni nozil qilgan ekan. Ya'ni vala yahzunka, yana bir qira'atda vala yuhzinka deb o'qildi ekan. Vala yahzunka bo'lgan chog'da hazanadan chiqqan bo'ladi. Vala yuhzinka bo'lsa ahzana degan fe'ldan chiqqan bo'ladi. Ya'ni seni g'amkin qilmasin. Shunda bir kishilarki oldiraydi ular kufrga. Ya'ni yaqauna fihi sari'an bi nusratihi. Ay kufrninki g'alabasini ko'ribla, na tezlamla shu kufr tarafga egib ketadigan. Ayta kishilar seni g'amkin qilmasin. Ey Muhammed alayhissalom, kufrga o'zini atganlar, ya'ni so'zlari va harakatlari bilan kufrga şapaşlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Ular haqiqatan kufri bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh oxiratda ularga savobdan hech bir nasiba bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Iymonni kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufri bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. U kufr ahli kim bo'lsa shu Makka ahli va munofiqlar. Yani la tahtamma li kufrihim. Ularning kafir bo'lganligi uchun sen ehtimom qilma, unga ahamiyat berma. Uning o'zini charchatma demoqchi. Nima uchun desa, innahum lay yadurulloha shay'a. Ular haqiqatan ular hargizmi zarar yetkazolmaydi Allohga hech narsani. O'zining shu qilmishi bilan, kufrlik qilganligi bilan Allohga qilcha zarar yetkazolmaydi. Va innama yadurruna anfusahum. Balki o'zlariga zarar yetkazadi. Chunki kafir bo'lsa, uning ziynini oxirat o'zi tortadi. Yuridullohu an la yaj'ala lahum hazzan fil oxirah. İrade qildi Alloh taolo qilmaslikni ular uchun bir nasibini oxiratda. Oxiratda, ya'ni jannatda hech qanday bir nasiba qilmaslikni iroda qiladi. Shuning uchun ularni xar qildi. Falizalika khazalahum degani. Va lahum azabun azim. Ular uchun do'zaxda nati qattiq azob bordir. İnnellezîne işteravul küfre bil iman. Hakikaten küfrni imanға tegishganlar. Ya'ni imanning o'rniga küfrni olganlar la yadurulloha shay'a. Allohga qilcha zarar yetkazolmaydi. Shay'an degan hech qanday zarar yetkazolmaydi demoqchimni. O'zlarini shu küfrlik qilganligi bilan. Ular uchun alamlik azob bordir. Ya'ni alimun degan mu'limun. Ya'ni alam qilguvchi azob bordir. Anda olgandan keyin shu küfrlik qilganlarga ularninki o'zlariga o'zi qilgan bo'ladi. Sonra sen da'vatingni yetkazib qo'yding. Ularning ishiga o'zini charchatmag'in.
demoqchi bu yerda. Alloh taolo payg'ambarimizga mana shu tasalli beryapti. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن ولا تحسبن خلق لكن ولا يحسبن degan qiraatim bor ekanda oyada tafsirda ولا يحسبن deb yozib qo'yibdi buni. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrni uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Yani işte o'ylab qolmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajalini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda har qiluvchi azobga duchor bo'ladi. Numni degan imla ana. Ya'ni numhilo demoqchi bu yerda. Haqiqatan muhlat berdik ularga. Ularga muhlat berganligimiz ömürlerini uzun qilish bilan, ömürlerini kechiktirish bilan ana shundoq muhlat berganligimizni bu kufrlik qilganlar hayrun li anfusihim. Yani o'zlari uchun yaxshi deb o'ylab qolmasin. Ee, Bu yerda enne ve onun iki memuli. Ennema numli lehum diye enneniki iki memulu var. Biri ma numli. Bu ma degan ennenin birinci ismi oldu. Hayrun li enfusihim enneninki haber oldu. Demek bir yerde ennenin iki enne amil desek bu amilninki iki memulu var bir yerde. Bu enne ve iki memul koşulup Saddet meseddel mef'uleyni. İki mef'ulun o'rnini o'tadi deydi. İki mef'ulun o'rnini to'ldirdi. Nimeniki ikki mef'ul esa vala yahsibannaniki. Fi qiraat tahtaniya degan vala yahsibanna deb o'qigan vaqtda u chog'da shu anna va ikki ma'mun qo'shilib vala yahsibannaniki ikki mef'uli bo'ladi ekan. Ya'ni o'ylab qolmasin kufrlik qilganlar u chog'da vala yahsibanna fe'l allazina kafaru onun ismi oldu. Fe'lning anki fayli bo'ldi. Fayli. Andın ennema numli. Haqiqatan ularga muhlat berganligimizni bu birinchi maf'uli hayrun li anfusihim ikkinchi maf'uli bo'ldi demoqchi. Taqdiran shunda bo'ladi bu yerda. Va masadda thani fil ukhra degan yin birsida vala tahsabanna deb o'qigan vaqtimizda demoqchi ekan. Ikkinchi maf'ulning o'rnini o'taydi. ولا تحسبن o'ylab qolmagan sen allazina kafaru kufrlik qilganlarni. U chaqda allazina kafaru aning birinchi maf'ulun bisi bo'ladi. Annama numli lahum degan oxirgacha ikkinchi maf'ulun bisi bo'ladi. Yani masadda sani degan anna ikki ma'mul bilan qo'shilib vala tahsabannaniki ikkinchi maf'ulun bisi bo'ldi demoqchi ekan. Xo'sh. Innama numli lahum liyazdadu ithman. Haqiqatan muhlat beramiz ularga gunohni ziyoda qilish uchun. Bikathratil maasi degan texnik ko'p gunoh masiyatlarni qilib, azbaylish uchun demoqchida. Ana shunda kufrlik qilganlarning bizning oyatimiz qarab baqsak shunda gunoh masiyat cho'kib ketganlar, ya kofirlarningki turmushidan bayashat, paravan, umrlari uzun bo'layotgan. Bu faqat Alloh taolo o'sha insonning qalbidagini bilgachga u qalbida bir nejislik bor. Shu nejislikni bilgachga Allohning dushmani bo'ldi. Allohning dushmani bo'lgandan keyin texim gunoh masiyatini jiq qilsin deb Alloh taolo unga muhlat beradi ekan degan. Işte ömrünü uzun kıldı ekan. Yani azabını kechiktirmaymiz demoqchi. Valahum azabun muhin. Ular uchun oxiratda nihoyatda ihanat qilguvchi azob bordir. Shunga bu yerda bizniki tushunchamizni to'g'rilab beryapti-da oyat. Yani ashunda kufrlik qilganlarning turmushi bayashat, ömürler uzun bo'layotgan bo'lsa, sizlar uni oldinib qolmanglar. Faqat Alloh taolo ularga muhlat berish uchun shunday qilyapti. Oxiratda ularga qattiq azob bor, qattiq azobda azoblanadi. Bu bir müminlerdeki düşüncesini doğrulaş. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Yani Allah Teala müminlerini sizler onun üstü boğan halet boyunca taşlap koymaydı. Hatta ki habisni tayyipten ayırmak için.
Allah yamanni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mo'mindan ayirmoqcha mo'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'ayibdanmi xabardor qilmaydi. Va lekin Alloh payg'ambarlardan xolig'ini tanlab, uningga Muhammad alayhissalomga munofiqlarning holini bildirgandek g'ayibni bildirdi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlarni qo'riqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Liyadara degan liyat uruka. Tashlab qo'ymaydi Alloh taolo mo'minlarni bir narsaning ustidagi sizlar ey insonlar uning ustida ya'ni munofiqlar uning g'ayri bilan olishib yashayotgan munofiqlar mo'min orig'i bo'lmaydigan ashoratlarni uni tashlab qo'ymaydi. Cho'qim bu yerda munofiq bilan mo'min orilgan bir ish bo'ludi. Alloh taolo shuni maydonga chiqaradi demoqchida, o'ttirg'a chiqaradi. Hatta yamizil habisa minat tayyib. Hattoki yani yamiza yumayyiza ikki xil o'qilganda ayrig'icha habisni ya'ni munofiqni tayyibdan ya'ni mo'mindan nima bilan desa oshini osh ayrishni bayon qilib beradigan oshini bayon qilib beradigan mushaqqatliq takliflar bilan oshna ayriydi alloh taolo. Qildi alloh taolo buni Uhud g'azotida bo'lgan kunisi. Shu g'azot bo'lgan kunda mo'minlar bilan munofiqlar mana deb orildi. Hamish aydın bo'ldi yani. Demek etrafımızda shu bizning ba'zi insonlarga beshiga nurg'un kulfatlar keladi. Nurg'unlagan egri sinoqlar keladi Allohning sinoqlari. Endi shuni biz shuning qarata to'g'ri muomalada bo'lishimiz kerak ekan oyat bo'yicha aytgan chog'da. Endi Alloh taolo shuning iymonini sinab shunday qilib o'tibdi deb tushunishimiz kerak ekan. Hattoki bir hadisda shundoq bor ayni. Qiyomat kunisi anaqa afiyat ust ma dunyodagi vaqtda Allohning afiyati bilan salomat qilish bilan o'tgan insonlar e, qiyomat kuni ma dunyoda anaqa musibatga yo'liqqanlarning ko'rgan erishgan darajasini ko'rgan vaqtda afiyat ustida o'tganlar qanday o'ylab qoldi ekan desa dunyodagi vaqtda bizningki terilarimiz qaychilar bilan kesib ketgan bo'lsa bo'pti ekan deb o'ylab qoldi ekan. Ashta mazmunda hadis bor. Demak, ashta Allohning sinoqlariga kelgan ba'zi ig'ir sinoqlarga duch kelgan insonlar Allohninki bir Alloh yaxshi ko'rganligi uchun shunday sinoqlarni avatgan bo'lishi mumkin endi. Buning qarata shunday to'g'ri pozitsiyada bo'lishimiz kerak ekan. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Alloh taolo sizlarni g'aybga xabardor qilmaydi. Ya'ni agar fata'riful munafiqa min g'ayrihi qabla at-tamyiz. Agar xabardor qilgan bo'lsa, sizlar munofiqlarni boshqalardan biladigan bo'ladinglar. Tamyizdan ilgari. Shundoq Alloh taolo mushaqqatli takliflarni avatib ayriydigan bir ishni qilishdan ilgari sizlar biladigan bo'ladinglar. Valakinnalloha yajtabi min rusulihi man yasha. Lekin Alloh taolo ixtiyor qildi, tanlaydi payg'ambarlardan xohlagan kishini. Payg'ambarlarning ichidanmi Alloh taolo xohlagan payg'ambarlarga shu g'aybni bildirdi ekan. Fayutli'uhu ala g'aybihi. Hammasiga emas. Kama atla'an nabiyya. Xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni shu munofiqlarning ahvolidan xabardor qilganga o'xshash. Shunglashqa fa aminu billahi va rasulihi. Allohga va Allohning payg'ambarlariga iymon etinglar. Va in tu'minu va tattaqu. Agar siz iymon etsanglar va munofiqlikdan saqlansanglar, sizlar uchun katta ajr bordir deydi. Xo'sh, endi keyingi oyatda Alloh taolo mol dunyosiga bexillik qilganlarning ahvolini qanday bo'lganligini bayon qildi ekan. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا تحسبن
Allah öz pəzlidin bergen narsalarga, ya'ni pul molga bexillik qilganlar bexillikni o'zlari uchun foydaliq deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib salindi. Osmonlarning va zaminning merosi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytadi. Allah qilgan amallaringlardan xabardordir. Yani ellezine yebhalune bexillik qilganlar bir narsaga ato qildi ularga Alloh taolo o'z fazlidan. Alloh o'z fazlidan ato qilgan narsaga uning zakatini ayirish bilan zakatini ayirmay shunda bexillik qilganlar o'ylab qolmasin yoki o'ylab qolmanglar shunday kishilarni u ya'ni ularning shu bexilligini o'zi uchun yaxshi deb o'ylab qolmasin. Hayran lahum mef'ulun sanin deydi. ولا تحسبننك ikkinchi maf'uli. ولا تحسبن deb o'qilgan vaqtda ikkinchi maf'ul bo'lgan. Birinchisi allazina yabxaluna. Ya'ni bexillik qilganlarni oshi qilmishni yaxshi deb o'ylab qolmag'in degan bo'ldi. O'shada zamir huwa hayrandiki huwa zamir fasil uchun kelgan. Ikkisining orasini, ikki maf'ulning orasini ayirish uchun kelgan demek. Vel avvalu buxlahum. Endi ولا يحسبن الذين يبخلون ولا يحسبن deb o'qigan vaqtimizda yani avvali degani shu ولا يحسبن deb o'qigan vaqtimizda nima ekan? Buxlahum u maf'ulun bihi bo'ldi deydi. Muqaddar. Muqaddaran qabla al-mawsuli ala al-fawqaniyya. Allazina degan ism mavsuldan ilgari fawqaniyya degani av ولا يحسبن deb o'qigan vaqtda nima ekan? Yo'q, va favqaniya bo'lgan keyin vala tahsabanna deb o'qigan vaqtda o'ylab qolmag'in sen shu bexillikni demoqchi bu yerda. Bexillikni shu bexillik qilganlarga yaxshi deb o'ylab qolmag'in. O'sha yerda allazinani oldida buxlahum degan taqdiran bor deydi o'sha yerda. Buxlahum. Allazina endi buxlahumni taqdir qilamiz yana tahtaniya bo'lgan chog'da. Ya'ni vala yahsabanna deb o'qilgan vaqtda buxlahumni huva degan zamirninki oldiga taqdir qilmaymiz demoqchi ekan. Vala yahsabannallazina yabxaluna bima atahumullohu min fadlihi buxlahum huva xayran lahum. Amada bo'ldi demoqchi ekan. Zamirni oldiga degan huva degan zamirni oldiga taqdir qilmaymiz deydi. Ya'ni bu yerda shu demoqchi bo'lgan gap shu Alloh taolo o'z fazlini ato qilgan narsaga bexillik qilgan, uni zakatni oynamaganlar o'zlarining qilmishini o'zlari yaxshi deb o'ylab qolmasin. Demak, bu oyatning mazmuni shu endi. Bal huwa sharrul lahum. Balki u qilmishi ular uchun yomonlikdir. Sayutawquna ma bakhilu bih. Taqoq qilib selindo ular bexillik qilgan narsaga, ya'ni molning zakatini ayirmay bexillik qilgan narsaga taqoq qilib selindo. Osh narsa ularning bo'yniga taqoq qilib selindo qiyomat kunisi. Bi an yuj'ala hayyatan fi unqihi tanhashuhu. Qanday taqoq qilindi desa, shu mol dunyosi bir ilonga aylantirildi ekan, u ilon uning bo'yniga shu taqoq qilib silindi, endi u ilon u odamni tishlaydi deydi. Bu sahih hadisga kelgan gap bu gaplarning hammasi. Sizlar bexillik qilayotgan shu narsalar bu bizning menimiz tursa deb bexillik qilayotganlar bilan bu amaliyotda Allohninki meni. Ya'ni atahumullohu min fadlihi degan so'zning o'zidan ya'ni Alloh taolo o'z fazlini sizlarga ato qilgan narsa bu. Bu Allohning meni bexil qilgan bo'lisizlar bu yerda demoqchi bu yerda. Alloh taolo o'zi fazlini sizlarga bersa, bu Allohning meni tursa, sizlar berib bo'lgandan keyin sizlar bu Allohning meni bexillik qilib zakatni olmasanglar, e, bu Alloh taoloninki azobiga duchor bo'lasizlar. Balki uning zakatni olsa, u mol dunyoning zakatni ayirish bilan uni nafiq qilish bilan mol dunyo texmi kamlab ketmaydi, texmi ziyoda bo'ladi deb hadisda bor edi. Alloh taolo texmi ziyoda qilib berman deb olsa, bu nodon inson yana buni bexillik qilgan gap.
Sizlar bexillik qilmanglar bilan bu hamma narsa Allohning deb kelib velillahi mirasu samavati vel ard deyotidi. Bu osmonlarning va zaminning merosi Allohga xosdir. Miros degan mulk demakchi hamda. Osh narsalarga igdorchilik qilish, oshning podshohligi hammasi Alloh xosdir. Ya'ni miros oladi Alloh taolo, ya'ni ega bo'ladi osmonlarga, zamin hammasiga. Osmon zamin ahli fano bo'lib ketgandan keyinmi, yo'qolib ketgandan keyinmi, yana Alloh taolo shu narsaga igdorchilik qiladi. Hamma narsa Allohniki. Vallohu bima ta'maluna xabir. Alloh taolo sizlar qilayotgan narsaning hammasidan xabardor bo'lib turuvchidir. Bima ta'maluna bima ya'maluna. Fayujazikum bihi. Alloh taolo shuning qarta sizlarga jazo va yoki mukofot beradi demoqchi. El buxul bilan ash-shuhhani qanday farqi bor ekan desa, bexillik qilish. Ikkinchisi bexillik qilish degan ma'nodamdi. El buxlu degan inson o'zining qo'lidagi narsani chiqarishdan bosh tortish degan bo'lgan. El buxlu. Ash-shuhhu bo'lsa, uning ma'nosi nima desa, inson o'zining iligida bo'lmagan narsani hosil qilishga yerisman bo'lish debdi. Ikkisini shunday farqi bor ekan. Biri el baxil degan, el buxul degan qo'lda badasini chiqarishdan bosh tortish. Yine zakatni bermasa shu qo'lda ba mol dunyoning zakatini bermagandan keyin shu bexillik qo'lda bir odam. Shuh degan o'zining erkida bo'lmagan narsani hosil qilishga erishman bo'lish deydi. Masalan, boshqalarning ilkidagi narsaga hasad qilib, shuni yo'qolib ketishni orzu qilish masalan. Mushu ayiblanadigan bir sifatlar degandek. Hadisda shunday kelgan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan sahih hadisda ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Zulmdan saqlaninglar. Boshqalar zulm qilishdan saqlaninglar. Chunki bu dunyoda qilgan bir zulm qiyomat kuni nurg'un zulmatlarni keltirib chiqaradi. Nurg'un zulmlarni, qorong'uliklarni keltirib chiqaradi. Deb kelib yana vattaqu shuhha debdi. Bexillik qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan bexillik sizlarning ilgirki ummatlarning hammasini halok qilgan edi. Ularni qonlarini, nohaq qonlarini to'kishga va Alloh harom qilgan narsalarni halol sanashga ilib borgan edi. Bu yerda shu bexillik qilish yemandi kelganda bu yerda. Alloh taolo hammaga manfaat ilm ato qilsin, hammalarni ahli sunna val jamoaning aqidasi bo'yicha tavhid aqidasi ustida mustahkam turib, shu aqidaning ustida vafot bo'lishimizni nasib qilsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك